Bu salatimizni Pringlesli salat bo'ladi. Kerakli mahsulotlarni tayyorlab oldik. Endi go'shtni mayda qilib to'g'raymiz. Virusga bo'lsa tezroq pishadi. Tovuq filesini ham mayda kubik to'g'rab olamiz. Qozonga yog' solib, ikkala go'shtimizni ham baravar qovuramiz. Chunki biz hozir viruskadan foydalanamiz. Viruska bilan tovuq bir mahalda pishadi. Agarda oddiy go'shtdan qilsanglar, birinchi go'sht pishirib olib, keyin tovuq solasizlar. Bolgarskiy, sariq, ko'k maydalab to'g'raladi. Qizil piyoz mayda kubik to'g'raladi. Pomidorni ham kubik-kubik to'g'rab olamiz. Ozgina tuzlangan bodring. Hamma masalliqlarni solib aralashtiramiz. Endi buni sosini tayyorlaymiz. Ozgina sir, qaymoq, gouda sir ishlatyapmiz. Aralashtirib, buni sos holatiga keltiramiz. Murch hamda zarchivadan foydalandim. Zarchiva ozgina rang berish uchun. Bitta qaynatib olamiz. Rukola bu podachasi uchun. Ustiga rukola qo'yib, sos quydik. Hamda Pringleslarni terib chiqdik. Pringlesimiz sirli bo'lishi kerak. Tuzsizdan olasizlar iloji bo'lsa. Soslarni quyib, salatimizni terib chiqamiz hamda ustidan sosini quyib podacha qilamiz. Salatimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.